Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Hozir buni TikTok talabalardan so'rab ko'ramiz. Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Bunlar bir poygachi bo'lishni orzu qilganman. Nima sababdan? Yo'q-da, oldindan kuzatardi va shundalarni qo'ymadirlardi. Ha, joyingizga rahmat. Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Nima sababdan? Politika. Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Yoshligimda tibbiyot xodimi bo'lishni orzu qilgandim. Amalga oshmadi. Tanladim. Toshkent iqtisodiyot universitetini, iqtisod fakultetini, bo'lajak yo'nalishim iqtisodchi bo'lish. Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Shu kattaroq odam. Hozir Endi sekin katta bo'lyapmiz. yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Yoshligimda futbolist bo'lishni istaganman. Ma'lum bir sabablarga ko'ra bu orzu amalga oshmay qolgan. Bir ushalmagan orzu baribir orzu bo'lib qoladi. Sizchi? Uchuvchi bo'lishni orzu qilganman. Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Biznesmen. Sizchi deymi yo savolni boshqatdan bering? Savol bering. Savol berib oling. Menga yo'q, Sizchi? uchuvchi. Nimaga? Qiziqqanman. Aha, rahmat javob beruvchi. Charchamanglar. Sizchi? Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Buni izohlarda yozib qoldiring.